xotiraning pasayishi, unutuvchanlik, gapirib turganda gaplar esdan chiqib qolishi, bosh tiqilishi, miyada qon yaxshi aylanmasligi. Bu kabi holatlar sizda kuzatilayotgan bo'lsa, tabiatdan juda noyob, kam tanilgan, ammo shifosi kuchli bo'lgan o'simlik tavsiya qilaman. Bu sinigalovnik. Xotirani tiklaydi, miyada qon aylanishini yaxshilaydi, miyadagi qon tomirlarini tiqilib qolishini oldini oladi hamda dopamin moddasini ishlab chiqarilishini faollashtiradi. Dopamin bu miyadagi baxt va motivatsiya hissi uchun javob beradigan modda. U miya faoliyati, xotirani, e'tiborni hamda hissiy holatni boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Bu giyohni yaxshilab maydalab soya joyiga quritib oling. Damlama tayyorlash juda ham oddiy. 500 ml qaynoq suvga 1 osh qoshiq solib 1 soat damlab qo'yamiz va kunda 3 mahal ovqatdan yarim soat keyin taqsimlab iste'mol qilamiz. Sizlar bilan Xalq tabobat a'zosi Valiolog Iskandar Saidov. Agarda video ma'qul kelgan bo'lsa, yaqinlarga ulashib qo'ying hamda sahifamga obuna bo'ling. Yana shunday foydali, qiziqarli ma'lumotlar uchun kuzatib boring.